Mana ham otdi. Endi yana ishni boshlaymiz. Ishni boshlash kerak endi. Tezroq go. Bugun hademdan ko'proq pul ishlashga harakat qilaman. Ko'proq pul ishlasam, boshlanishlarga harakat qilib yuraman kvartira olishga. Do'kon qaysi tarafda edi? Ket. Tezroq. Bugun ko'proq ishlashim zarur. Ana kerakli so'zlashni ko'rmoqchimi? Yo'q. O'zi hozir tanlabdi, shuni tushunadi. Motor tashlab ketmagan. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Men yana cho'plarni olib keldim, cho'p bilan qog'ozni. Sotib olasizmi? Ha, sotib olaman. Ana sotaylikchi. O ana. Qog'ozlar tugadi menda. Endi cho'plarni sotishda davom etamiz. Darrov pul tugab qoldimi? Ha, endi. Boshqa narsalar sotmaysizmi? Yo'q. Mayli. Bugunchalik mana shundan bitta. Keyin qog'ozdan ikkita olsam yetadi. Mayli bo'lmasa men ketdim. Mayli. Ketdim. Eshikni yopamiz. Ketib qolsam. O daraxtlar bor ekan. Menga hozir cho'p kerak emas, chunki hozir men cho'p topishim kerak. Lekin cho'pni bugun olmaydi. O'shaning uchun kvartiramga borib, kvartira emas, endi o'zim uyimga borib yashayman. O'tiraman endi buzuq. Endi o'zimga kvartira qidirishim kerak. Mana shularga bir kirib ko'rish kerak. Ikkinchi qavatdan olsam yaxshiroq bo'lardi. Hech kim yo'q. Kim yo'q. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Menga uy kerak edi. Sotasiz kvartira qaysi? Ikkinchi etajdagi yoki uchinchi etajmi? Ikkinchi etajdagi. Qancha turadi? 30 ming bir kunga. Mayli, endi olishga majburman. Rajim ham yo'q. Mana 16 ming va mana yana 3 ming. Rozi bo'ling. Roziman. Mayli.
Tek kirdik. Oh, bu yerda ekan. O bu yer o'zlaring bilgan joy bu yer. Mayli. Cho'lga endi narsa joylashtiramiz. Hozircha sunduq kesib olishim kerak. O'zimga bitta sunduq kesib olsam bo'ladi. Hamma daraxt yo'qmi? O'zimga daraxt olaman. Shu 10 daraxt yetadi va verstak va bu yerda daraxtni kesish taqiqlanmagan. Admindan shu ruxsat olganman. Mayliyam. Bitta sunduq hozircha yetadi. Buni berib qo'ysak, cho'plarni ham buni pastga olib qo'yamiz. Ketdik endi. Endi men o'zimga yotoq yasashim kerak. Obuna bo'lish chiqmasin. Har doimgidek. Xayr do'stlar, videomiz shu joyda tugaydi. Agar 3-sinf chiqishini xohlasalaring, 3 ta like yig'ib bersalaring, 3-sinf chiqaramiz. Obuna bo'lish esdan chiqmasin. Paka.